Voy! Bo'ldi, ko'rishamiz, hal qilaman. Voy! Menga qara, kalli momi turgan mashina uradimi? Hech Aka, iltimos, faqat gay chaqirmay. Odamlarning mashinalarini minib chiqdim. Ha, adam mashinalariga. Mayli. Biz ham yosh bo'lganmiz, seni tushunaman. Mashinani o'zim qildirib ola qolaman. Faqat ehtiyot bo'lib yetib olgin. Xo'pmi? Rahmat aka. Aka, men xijolat bilan keldim oldingizga. Hop, eshitaman. Kunlar sovib, gazlar ham yopiq. Uni ustiga yaqinda mashinani motordan olib chiqdim. Ustiga yetmagandek, mashinani ham 4 ta baloni kal. Undan tashqari bu yoqda ro'zg'orim bor. Shunga bu oy arendani olib kela olmadim. Ozgina qiynalib qoldim aka. Agar yo'q demasangiz, keyingi oy bitta qilib yopib bering, iltimos aka. Ha, shunaqa deng. Bo'lmasam siz hozir ketavering. Meni bitta uchrashuvim bor edi. Bu temani siz bilan kech payt gaplashamiz. O'rtoq kech bo'lganda bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, nima xizmat? Shu sen og'ayni boya bir palakat bo'lib mashinamni urib oldim. O'shanga bitta-ikkita boradigan zaril joyim bor edi. Yo'q demasang agar mashina so'rab keluvdim. O'rtoq, nima deganing bu? Mana mashinani kalti. Bemalol ishingni bitirib kelaver. Rahmat o'rtoq. Hozir ishlarimni bitirib qaytarib olib kelib beraman. Boringga shukr. Bo'ldimi? Ishlaringni bitirib oldingmi, o'rtoq? Rahmat o'rtoq, hamma ishlarimni bitirib keldim. Men mashinani kaliti ancha qiynalib qolsa. Nimaga bir og'iz menga yetmadi? Shunga bu oy arendani olib kela olmadim. Ozgina qiynalib qoldim aka. Agar yo'q demasangiz, keyingi oy bitta qilib Meni yopib ko'rib bering. xijolat bo'lib qolmasin. Chiqib ketguncha bu yoqda o'tira qolaman. Oy, bismillahirrohmanirrohim. Ha, og'ayni kutib qolmadingmi? Ha, yetgancha. Hozirgi bola kim bo'ladi senga? Namuncha qolib ketdi? Ha, umi, arendaga mashina olgan. Oddiy klient. Ha, shunaqa degan kursdosh. Gaplaringni eshitib qoldim hozir. Yaramas, yoshlikdan katta bo'lgan og'aynim bo'ladi. Bir og'iz sharoit haqida indamabdi. Agar qo'lingdan kelsa, ozgina sharoitini tushunib tur. Iltimos, kursdosh. Sen aytasan-u, men yo'q deymanmi, kursdosh? Bo'ldi. Bir og'iz gaping. Yo'q demaganingga rahmat. Uni buni qo'y. Oldingi nima kelganim ham esimdan chiqib ketibdi. Boy bitta Termiziy mashina orqasiga kelib urdi-da. Shuna tushib qarasam, o'zimizdan yoshligimizga ko'zim oldiga kelib ketdi. O'shanga jigar, ozgina ko'nglim bo'lmayapti. Yaxshiroq mashinang bo'lsa, o'shani alishtirib yuborib keluvdim oldingga. Matichaga qancha qo'yamiz aka? Aka shoshmang, bering 80. Matichaga poli 92 qo'yamiz.